Men hozir bir hadis aytaman. Mana shu hadis hammamizni ustozlarimizga, hamma muallimlarga rohat bo'ladigan bir hadis azizlar. İmam-ı Tirmiziyda kelgan bu hadis. Peygamberimiz Aleyhisselam aytadilar: "İnnallaha ve melaiketehu ve ahlas semavati vel ardin hatta an-namla fi juhriha ve hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nas al-khayra." Yani aytibdilar ki, albatta Allah, qarang, albatta Allah ve Allah'ning farishtalari, osmon va yerdagi barcha zotlar, hatto yerni ostidagi chumolilar, suvdagi baliqlar hammasi odamlarga yaxshilikni o'rgatuvchi muallimga salovat aytadi. Qarang, ichimizda bitta oddiygina bir muallim bo'lsangiz, sizga Alloh, Allohning farishtalari, yer osmondagi zotlar, hatto yer ostidagi qumursqalar, suv ostidagi baliqlar ham haqqingizga duo qilar ekan. Bundan ulkanroq tuhfa, bundan kattaroq e'tirof bormi azizlar? Islom dini ilm dini ekanligiga nishona beradigan buyuk hadis. Islom dini ilm egasini ko'klariga ko'tarishlikka namuna bo'ladigan hadis mana shu. Bu yerda olim haqida gap ketmayapti. Oddiygina bir odamlarga yaxshilik o'rgatuvchi muallim. Maktabda qo'limizga qalam ushlatib yozishni o'rgatgan ustozlarimiz, hunar o'rgatgan ustozlarimiz hammasi mana shu hadisning taxtidadir. Bugun ushbu mav'izada siz azizlar bu hadisni eshitar ekansiz. Men aminmanki hammamizni qalbimizdan ustozlarimiz o'tdi. Qaysi birimiz maktab ustozimiz, qaysi birimiz oliy yohlardagi ustoz, kimdir ko'zidan hunar o'rgatgan ustozi o'tdi. Hammalarimizni o'tgan ustozlarimizni Alloh rahmat qilsin. Hozirda ustozlik qilayotgan muallimlarimizning barchasiga Alloh taoloning quyidagi hadisga muvofiq salovati, salomi va barcha mahluqotlarni istig'fori bo'lsin.